Assalomu alaykum treyderlar, hammanglarga xayrli kun. Xudo xohlasa yangi savdo kunimizni boshlab oldik. Bizda 1 soatdan keyin New York sessiyasi kiradi va New York sessiyasi uchun o'zimizni ideyalarimizni, analizlarimizni berishga harakat qilamiz. Har doimgidek eslatib o'taman, biz bozorda o'zimizni shaxsiy fikrimizni, analizimizni beramiz. Bozorda bitim ochish albatta har birimizni o'zimizni qo'limizda bo'ladi. Bu hech qanaqa moliyaviy maslahat emas. Xo'p, analizlarni boshlashdan oldin biz kechagi kuni prognozi bo'yicha ozgina to'xtalib o'tamiz. Kecha Telegram kanalida ko'rsanglar bo'ladi, analiz berdik. Aynan tilida bayga kirish uchun, chunki bizda kuchli range zonasi bor edi va biz bozorda analiz qilish boshlagan paytimiz 4073 narx edi va biz atkatta mitigation blok zonamizdan bayga kirishimizni maslahat bergandim va bizda birinchi o'rinda range buzilishi va bizda 4100 va 4110 narxlari bo'yicha bozor reaksiya berib, undan keyin 4133 dagi maksimum buzib o'tishini analiz qilgandik va o'sha bo'yicha 4073 da biz bitim ochdik va 4133 da 600 pipsda take profitimizni oldik. Bu narsani isbotini ochgan bitimlarimizni Telegramda joyladik. Xo'p, bugungi kun bo'yicha birinchi o'rinda biz fundamental analiz qilamiz, chunki New York sessiyasida 6.5 da kuchli yangiliklarimiz bor va bu bozorda yaxshigina reaksiyaga sabab bo'lishi mumkin. Xo'p, birinchi o'rinda bizda core retail sales, PPI hamda retail sales bu 6.5 ga to'g'ri keladigan 3 ta kuchli yangiligimiz hamda bizda consumer confidence bo'yicha soat 8 da yangiligimiz chiqadi. Xo'p, core retail sales va retail sales nima degani? Bu avtomobillar sotuvidan tashqari barcha chakana savdo hajmini o'lchaydigan foizlarimizni ko'rishingiz mumkin. Retail salesdagi ikkala yangilik bo'yicha ham dollarga negativ bermoqda, ya'ni dollar qadrsizlanishi uchun, chunki o'tgan oydagi natijamiz 0.7% chiqqan va bu oyda prognoz qilinayotgan natijamiz 0.3%. Agarda kutilgandek rostdan 0.3% yoki undan past chiqadigan bo'lsa, dollarga sell harakati bo'lishi va boshqa valyutalar uchun, tilla, yevro, funt uchun bozorda bay harakatini ko'rishimiz mumkin va o'sha narsani egiziga retail sales o'zi bo'yicha ham 0.6% o'tgan oy va hozirgi oy bo'yicha 0.4% chiqqan. 0.4% chiqishi mumkin, ya'ni bu prognoz qilinayotgan natija. Agarda natija 0.4% yoki kutilayotgandan pastroq chiqadigan bo'lsa, bu rostdan ham dollar uchun salbiy. Agar yuqori chiqadigan bo'lsa, albatta dollar uchun ijobiy harakat bo'lishi mumkin va bugungi eng muhim yangiligimiz bu PPI, ya'ni Producer Price Index. Bu degani ishlab chiqaruvchilar, ya'ni fabrikalar, ishlab chiqaruvchi zavodlarni yoki boshqa mahsulot ishlab chiqaruvchilarni mahsuloti uchun narxi o'sishi yoki tushishiga belgilab o'tadigan daraja va bizda aynan bu muhim yangiligimiz o'tgan oydagi natijadan ko'ra yaxshiroq, ya'ni ijobiy chiqishi kutilmoqda. Bu albatta dollar uchun ijobiy bo'lishi mumkin. Xo'p, bu narsani isbotini albatta yangilik chiqqandan keyin ko'rishimiz mumkin. Undan oldin hech qanaqa ma'lumot yoki mana bizga aniq faktni bermaydi. Xo'p, undan keyingi oxirgi soat 8 dagi yangiligimiz bu consumer confidence, ya'ni bu iste'molchilarni ishonch, ya'ni iqtisodga nisbatan, ishlab chiqarishga nisbatan, narxlarga nisbatan va butun boshli Amerika hukumatiga nisbatan ishonch qanchalik oshyapti, tushyapti. O'sha bo'yicha ba'zi bir manbalarga tayangan holatda, ba'zi bir hisobotlarga tayangan holatda bizga hisobot beradi va bu hisobotda o'tgan oyda ko'rishimiz mumkin 94.6 va bu oyda xuddi shunaqa dollarga salbiy tushishini ya'ni prognoz qilinyapti. Xo'p, biz analizlarimizni grafikda boshlaymiz. Xo'p, birinchi o'rinda DXY, ya'ni dollar indeksini kuzatamiz. Dollar indeksida ko'rishingiz mumkin, bizda H4 da kecha analiz qilib bergandim, buy trend edi va bozor o'zidan oldingi maksimum buzib, atkat holati dollar uchun chegirma, ya'ni diskount narxdan bozor bayga harakatlangandi, lekin H4 da kecha ham aytib o'tdim, bozor o'zidan oldingi maksimum buzib o'tmadi. Qachonki mana shu maksimum buzib o'tadigan bo'lsa, biz bozorda rostdan ham maksimum buzilishini ko'rishimiz mumkin. Ungacha bu hali maksimum buzildi deb ololmaymiz va bozorda kuchli range holatini ko'rishimiz mumkin H1 va H4 da. Xo'p, ko'rishingiz mumkin juda kuchli range zonada, chunki aytib o'tganimdek, bugun bizda yangilik borligini evasiga bozor maksimum tarafi ham, minimum tarafi ham hali buzib bermadi va albatta bu bizani fundamental yangiliklarimizga aloqador bo'lgan narsalar. Xo'p, meni o'zimning fikrimcha bozorda H4 da maksimum buzila olmadi va katta kuch seldaligini evasiga o'ylashim bo'yicha bugun dollar qadrsizlanishini ko'rishimiz mumkin, chunki bizda texnik tahlillarimiz bozordagi oqimni selga bermoqda. Endi ba'zi bir
ya'ni biza fundamentalni oldindan ko'ra olmaymiz, bu narsa bizani qo'limizda emas. Agarda dollar uchun ijobiy chiqadigan bo'lsa, bu albatta range zonamizni tepaga buzib o'tishi mumkin. Hozircha meni fikrim, bozor katta ehtimolda range zonamizni selga buzib o'tishi mumkin va dollar qadrsizlanishi mumkin bo'ladi. Xo'p, undan keyin tilga o'tadigan bo'lsak, kecha tillarni analiz qilib bergandik. Dollar tilla bizda bayga o'zgargan struktura bo'yicha va range holatimizni bayga buzib berdi va hozir ham bozor ko'rishimiz mumkin. Aynan kecha aytib o'tgan 4100 va 4110 narximizga atkat berdi. Bu zonada undan tashqari bizning kuchli zonamizdan tashqari FV ya'ni imbalans zonamiz va mitigation zonamiz borligini evaziga bozor bu yoqda kuchli reaksiya berish uchun talab zonani tashkil qildi va bozor bizda ko'rishingiz mumkin 250 pips shu o'sha bayga reaksiya berib bo'ldi. Xo'p, bugungi analizlarimiz bo'yicha kutilgandek, agarda dollar o'zini qadrsizlanadigan bo'lsa, biz albatta tillada kuchli bay harakatini ko'rishimiz mumkin. Kecha ham analiz berganimdek, bozor birinchi o'rinda bizda mana 4100 dagi maksimum buzib o'tishi, agarda bu buzib o'tiladigan bo'lsa, 4133 dagi maksimum buzib o'tiladigan bo'lsa, biz o'sha bayga katta harakatni ko'rishimiz mumkin deb analiz bergan edim. Xo'p, bizda yana bitta narsani inobatga olish kerak. Kuchli impuls bo'ldi va kuchli impulsga yarasha atkat bo'lishi kerak edi va o'sha aynan atkat holatimizni bizda ko'rishimiz mumkin. 450 pips yaqin atkatimizni bizani FVG zonamizni hamda mitigation blok zonadagi kuchli demand, ya'ni talab zonamizga to'g'ri keldi va bizda yaxshigina reaksiya bo'ldi. Endi bizda ichki strukturamiz bo'yicha, ya'ni M15 struktura bo'yicha bozor fraktal razvorot bayga bermoqda. Endi bermoqda. Hali tasdiqimiz yo'q, chunki bizda maksimum buzilib o'tiladigan bo'lsa, bizda to'liq tasdiq bo'ladi va bizda bozor M15 bo'yicha ichki sinishi berib bo'ldi. Undan tashqari bozorda reaksiya olgan joyimizda juda ham kuchli zonaligini evaziga bizda katta ehtimolda bayga harakatlanishimiz mumkin. Lekin albatta bizda ba'zi bir qarshilik zonalarimiz bor. Birinchi o'rinda ko'rishimiz mumkin, bozor o'sish davomida mana bu yerda order blogimiz bor edi. Bu order blogimizni buzib, bozor undan keyin aynan shu zonaga mitigate qilib, ya'ni bu mitigation blok zona sifatida reaksiya qildi, lekin bizda mana bu maksimumni buzib o'tishga kuchi yetmadi. Undan keyin bozor holatini ko'radigan bo'lsak, bozor aynan o'sha mitigation blok zonamizni pastga buzib o'tdi va o'sha mitigationga reaksiya berishni boshladi. Agarda hozir bozor mana shu mitigation blokni buzib maksimumni buzib o'tadigan bo'lsa, aynan shu mitigation blok atrofidan biz yana bayga davomiy ketishi analiz qilishimiz mumkin. Chunki tilla bo'yicha to'liq analizimizda, to'liq trendimizni M15 da, H1 da hamda H4 da bay trend bo'lgani uchun biz ishonch bilan bunaqa holatda bayga kirishimiz mumkin bo'ladi. Faqat bizda bitta no taraf, ya'ni fundamental, agarda dollar ijobiy tarafga ko'tarib beradigan bo'lsa, dollar qadrini ko'tarib beradigan bo'lsa, o'shandagina bozor struktura bo'yicha selga o'zgarishi mumkin bo'ladi. Xo'p, endi biz o'sha analiz qilganimdek, tillada bayga kirish uchun nima qilsak bo'ladi? Birinchi o'rinda tasdiqni kutganimizda bu ishonchli bo'ladi. Bozor ko'rishi mumkin. Aynan mitigation blogimizdan ya FVG zonamizdan yaxshigina reaksiya oldi, ichki sinish berdi. Xo'p, biz mana shu maksimum buzilishidan ham risk qilib, kichikroq risk bilan bayga bitim ochsak bo'ladi va undan keyin atkat nuqtamizni kutadigan bo'lsak, bizda mana shu mitigation blok zonasiga to'g'ri kelish kerak va undan keyin birinchi o'rinda maksimum buzilishi 4155 va undan yuqori bo'lgan zonalarga bayga harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Albatta bizning stop losslarimiz minimum nuqtalarda bo'ladi. Bugunchalik men o'zim qiziqayotgan valyuta juftligi bu albatta faqatgina DXY va tilla bo'lib turibdi va bizda aytib o'tganimdek, birinchi o'rinda mitigation blok zonamiz hamda H1dagi kuchli qarshilik zonamiz. Agar mana shu zonani buzib o'tadigan bo'lsa, uzoq muddatda qanaqa analiz qilishimiz mumkin? Xo'p, birinchi o'rinda aytib o'tganimdek 4155 ni buzib o'tadigan bo'lsa, bizda birinchi borish kerak bo'lgan nuqtamiz albatta 4200-4210 narxlarimiz va agarda bozor yillar oxirigacha unaqa katta taklif chiqmaydigan bo'lsa, ya'ni tilla zaxirasi uchun katta taklif chiqmaydigan bo'lsa, biz yillar oxirigacha new high ko'rishimiz ham mumkin bo'ladi albatta. Bu uzoq muddatli uchun va qisqa muddat uchun bugun albatta bizda fraktalli razvorot, ya'ni tasdiqlarimizdan keyin albatta bayga ishlashimizni va DXY ga xushyor bo'lamiz. DXY dollar qadrini tushiradigan bo'lsa, biz yangilikdan keyin ham
buy kirishimiz to'g'ri bo'ladi. O'rtoqlar, bizani fikrimizda shu, iloji boricha bugun savdo agarda balansinglar katta bo'ladigan bo'lsa, bemalol risk ko'rsanglar bo'ladi. Agarda balansinglar kichikroq bo'ladigan bo'lsa, newslarni o'tkazib, yangiliklarni o'tkazib, keyin savdo kirsanglar, bu qaysi tomonda xavfsizroq bo'ladi. O'rtoqlar, hammaga omad, savdolarda faqat barakali va foydali bo'lishini tilab qolamiz.